Ya xotin horma. Yemi qo'rindi qara. Ha, inson necha mahal ovqatlanadi? 3 mahal. 83 mahal emas-da. Ya ahvolimi qara xotin. Ha, men nima qilay? Sen menga yordam ber. Sen menga nafsoniyatimga teg. Hali ishdan shunday kirib kelsam, ahvolingizni qarang. To'mbalachi-da. Hali laqab to'qib ol menga. Xamir turish desang, men sal harakat qilaman. Hali nafsoniyatimga tegib, xotinimga yoqmay qolibman shekilli deb, ozishga harakat qilaman. Va shunaqa deydim odam o'zini eriga. De, o'zim aytayapman-ku, senga iltimos qilyapman. Xo'p dadasi, xo'p. Deysana? Deysana, gaz yo'q. Ya, to'mbalaji, kelyapsizmi? Siz ko'cham boshidan yuribmas, yumalab kelasiz. Xamir turishga o'xshab ketganingiz qani, ahvolingizni qani, qoningizni qarang. Ha, bo'ldi endi sal pitaningizni to'g'rilang, endi parhez qiling. Bo'lmabdi, to'xtating ovqat yeyishni. 83 mahal ovqat yeysiz o'zi ham. Aytmoqchi, qachon tug'asiz? Bak ket. Semizmanmi ket. Ras semiz olsam yo'qol. Ha, dadasi o'zingiz aytdingiz-ku, har kuni betimga sol. Meni semizligimni ayt, gapir dediz-ku. Men bilmasdan gapiryapman-da. Gapir desa gapiraverasanmi? Oyda yigitni. Semiz deysana. Bor ket. Bor, ozganimda kelasan. Yo'qol. Ovqat bormi uyda? Yo'q. Ovqat qilib ket unda.